Shu dodamlarning videolarini Instagramda ko'rib, qidirib topib keldim. Ustalarning orzusidagi joyga kelganman. Ko'pchilik instrumentlarga pul tutishga imkoniyati bo'lmaydi. Dodamda shunga zo'r yechim qilib qo'ygan ekanlar. Sizlarga ham foydali bo'lib qolar deb video qilib qo'yganman. Doda nimalaringiz bor? Tushuntirsangiz odamlarga ma'lumot Mana berib masalan, qoladi. streytini pulsiyoslarimiz asosan hozir mana ravakliklar, masjidlarni, to'yxonalarni tozalashga yaxshi bo'ladi. Turgan joyda yuvadi bu gilam. Turgan joyida yuvib quritib beradi. Karcherlar bor, mana karcherlar turi bor. Mana bitanalizimiz bor. Mana Vadim Mosevskani kraska pultlarimiz bor. Portichkalar ochishgada, Fortichkalar ochishga, eshik, proyonlarni ochishga. Mana svajna apparatlarimiz, fenlar bor. Perforatorlarning turi bor. Mana o'zingiz ko'rib turgandek atboynilar, shurpavertlarning turi mana ko'rinib turibdi. Mana lobziklar, mana uchuklar, pistoletlar, montajli pistoletlar. Kaplarezmidi bu? Kaplarezadigan. Plitkalizlar ham turi bor mana ko'rib turibsiz. Shtrabalizlar, mana ular shkurka apparatlar. Biz rosa pikniklarga chiqqanimizda dijok kerak bo'lardi. Mana nasib qilsa olib ketamiz. Kompressorlar 5 minglar bor. Mana ular pushkalar o'zingiz bilasiz. Mana bu brushatka yuvadiganmidi? Brushatka yuvadi, gilam yuvadi turgan joyda bu ham. Mana tarsofkalarimiz. Mana bu yog'i narvonlarning turi. Qanaqa nima desanglar, xudo xohlasa harakat qilib topib beradi. Akasi shu yoqqa olib keladi. Mana bu zabordan kirganinglarda, mana podolga tushirasizlar. Mana podolda dodam o'zlari kutib oladilar. Videoni saqlanib qilib, usta yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Foydasi tegan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.